Yoshlar kelajagi, millat kelajagi. Ammo bugun ayrim kimsalar o'z manfaati yo'lida jamiyatni, ayniqsa yoshlar ongini zaharlashga urinayotgani achinarli. Yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida navbatdagi jinoiy holat fosh etildi. Joriy yilning 15-aprel kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati hamda bojxona organlari xodimlari hamkorligida Marhamat tumani hududida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida 1971-yilda tug'ilgan shaxs qonunga xilof ravishda giyohvandlik moddasini sotib, mo'may daromad orttirishni ko'zlagan holda 2 kilogrammdan ortiq gashish moddasini 17 ming AQSh dollarga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik bu halokatga olib boradigan yo'l. Jamiyatimiz ravnaqi, yoshlarimizning sog'lom kelajagi uchun bunday illatlarga qarshi birgalikda kurashish barchamizning burchimiz. Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi huquq-tartibot organlari tomonidan keskin va ayovsiz kurash tadbirlari davom ettirilmoqda.